Quva tumani Qaqir mahalla fuqarolar yig'inidagi 865 ta xonadonda 5000 dan ziyod fuqarolar istiqomat qiladi. Mahallaning asosiy davlat sohalari ko'chatchilik, gulchilik va bog'dorchilikka ixtisoslashgan. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 1-aprildagi respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tuman shaharlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan aholi uchun bir necha yildan buyon muammo bo'lib kelayotgan kanalizatsiya tarmog'ini barpo etish masalasi ijobiy yechimini topdi. 2025-yil biz uchun tarixiy yil bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Sababi yil boshidayoq 5,5 milliard so'm mablag' ajratildi. Shu mablag' hisobidan mahallamizda juda katta infratuzilma ishlari boshlandi. 7 kilometr toza ichimlik suv tarmog'i tortilib, xalqimiz to'liq toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Bunga qo'shimcha ravishda hali hech qayerda bo'lmagan mahallaga suv oqova tizimi kirib keldi. 3,5 kilometr suv oqova tizimi tortilgandan keyin o'z-o'zidan infratuzilmani rivojlantirish uchun zamin yaratildi. Mahalla hududidagi ijtimoiy soha va tadbirkorlik subyektlari obyektlari hamda aholi xonadonlari to'liq kanalizatsiya tarmog'iga ulandi. Viloyat hokimligi ko'magi bilan mahallada yana bir muhim loyiha amalga oshirildi. Hajmi 3000 kub metr sig'imga ega bo'lgan viloyatda ilk bor mahallada barpo etilgan kanalizatsiya suvlarini qayta ishlash inshooti qurilib, foydalanishga topshirildi. Oqova suv tizimini xalqimiz ko'p yildan beri orzu qilardi. Ko'p qavatli uylarda yonida yamalar bo'lardi. O'sha joyda har xil hid xushlar chiqardi. Bu tizim ishga bitgandan keyin ana shu narsadan mahallada soflik o'tildi. Ekologiya yaxshilandi. Mana oqova suv tarmog'ini oxirgi nuqtasida turibmiz. Bu yerga kelib tushgan o'sha chiqindi to'liq qayta ishlanadi. Qayta ishlanib, u tomondan toza suv bo'lib chiqib ketadi, hech qanday hidi xushi yo'q. Bu suvdan bemalol ekinlarni sug'orish mumkin, texnik suv sifatida foydalanish mumkin. Bu yangi rusumdagi narsa. Bu qishloq joyi uchun juda katta yangilik bu. Boshqa oqova suv tizimlarida hovuzlarga to'planib, ular muddat bilan tindiriladigan bo'lsa, bu yangilikda juda tez fursatda o'sha holat bajariladi. Bu mahallamizda shunaqangi obodonlashtirish ishlari juda ham chiroyli avjida bo'lmoqda. Yangi to'yxonalar, qabristonlarimiz yangilandi, QVPimiz yangi qurildi. Ayollarimiz, fuqarolarimiz juda ham shukronali ruhi bilan minnatdorchiliklarini izhor qilishmoqda. Prezidentimizning tashabbuslari bilan olib borilayotgan ishlardan mahalla ahli juda ham xursand. E'tiborlisi 16 ta tozalash uskunalaridan iborat zamonaviy inshoot chiqindisiz sanaladi. Tozalangan oqova suvlar 100% hududdagi fermer xo'jaligiga hamda tomorqalarda parvarishlanayotgan ekinlarni sug'orishga sarflanmoqda. Mahallaning 3,5 kilometr asosiy yo'llar asfaltlandi. 5 kilometr piyodalar uchun xavfsiz yo'laklar barpo etish ishlari yakuniga yetkazilmoqda.